ikki qatorlik Silios kombayn Turkiyada ishlab chiqarilgan. Ikkalasi ham bir-biridan qolish bo'lgan yaxshi sifatli. Hozirgi kunda buni TD5 traktorlariga taqib ishlatishyapti. Chunki TD5 desak, TD5 buni orqasiga pritsep ulab olib, o'zi o'rib, o'zi tashlab ham ketaveradi. Chunki mana bu narsa yonidagi bu chiqadi, bu narigi tomonga o'tadi. Traktorga ilingandan keyin orqasiga pritsep qadab ketsa bo'laveradi. Hozir kunda buni zapchaslari kirib kelgan, o'zimizda ham zapchaslari bor, pichoqlari, ketadigan narsasi endi charx ketadi, unaqa tosh ketadi, tosh tugab qoladi, charxi, pichoqlari ketadi. Shu pichoqlardan hammasidan bor o'zimizda. Bular narxi 185 million so'm. Ikkalasi ham yaxshi ishlayapti. Hozir kunda bunisini kilosi 1 tonna-yu 1 tonna 280 kilogramm chiqadi. Bunisi esa 1 tonna 200. Balonlari qo'ygan bunda. Bu ko'rsataymi-ku, bu bilan uni ozgina farqi bor. Mana balonli tomonda mana shu bo'lakchiroq qilingan. Qo'shlari bir xil. Lizing oluvchilarga lizingi ham qilib beriladi. Hozirgi kunda Uzagrolizing bilan shartnomalarimiz tayyor bo'ldi. Mikrolizing hozirgida tayyor. U pulni to'laysiz, 30% to'lov qilasiz, olib ketaverasiz. Bir qatorli so'raganlarga, agar bir qatorli o'zi bo'lsin desa, bir qatorligi ham bor, mana ichida turibdi. Buni o'sha 40-60 kishidan yuqori traktorlar ishlatiladi, deyman. Nomerimiz 99 916 30 05 telefon raqamiga qo'ng'iroq qilaverasizlar.